Salom do'stlar, ta'tilingiz yaxshi o'tyaptimi? Bugun sizlarga ajoyib yangiliklarni aytib beraman. Bilasizmi, tabiatni himoya qilish juda ham muhim. O'zbekistonda tabiatga zarar yetkazganlarga katta jarima yozib berishadi. Masalan, 115 milliard so'm. Bu summa juda ham katta, to'g'rimi? Mutaxassislar ko'p marotaba tekshiruv o'tkazib, tabiatga zarar yetkazganlarni topishgan. Shu sababli 245 ta joyda faoliyat vaqtinchalik to'xtatilgan. Chunki ular tabiatga, o'rmonlarga, hayvonlarga zarar keltirishgan. Hukumat endi ko'proq daraxt ekishni rejalashtirmoqda va yangi Yashil makon nomli platforma orqali daraxtlarni himoya qilishni yanada osonlashtiradi. Bu esa yer yuzini yashil rangga to'ldirishga yordam beradi. Demak, do'stlar, tabiatni asrash barchamizni vazifamiz. O'rmonlar, daraxtlar va hayvonlarni sevaylik va ularga g'amxo'rlik qilaylik.